Shohrikka pas berdi. Shohrik chapayoq bilan tepdi. Noto'g'ri tepib yubordi darvozani oldidan. O'ynayoq tepadigan joylar. Chapayoq tepadi. Ha. Golni ura olmading deb jahl qilishyapti. Azizbek bilan nima e'tiroz bildirishyapti Asqar. Tayyor golni ura olmading deyishyapti. Azizbek darvozabonning oldiga yugurib bordi. To'p qo'lidan chiqib ketsa gol urardi. Darvozabon to'pni otib berdi. Shohruh nariyoqqa tepib yubordi to'pni. Darvozabon Ulug'bek muvozanatini saqlay olmay yiqildi. Darvozabon hujumga o'tib ketdi. Azizga pas berdi. Yaxshi. Nimaga asist berildi? Gol bo'lmadi.